Sizga ham bu misol juda qiyindek ko'rinyaptimi? Lekin aslida juda oson. Diqqat qilamiz. Xo'p, demak, nima berilgan? A plus B plus C teng 4. 1 taqsim A plus 1 taqsim B plus 1 taqsim C teng 0. Tengliklar o'rni bo'lsa, A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadratning qiymatini toping deyilyapti. Xo'p, demak, bizga bitta formulani bilish yetarli bu misol uchun, faqat bitta. Yozaman A plus B plus C ning kvadrat. Xo'p, bu teng bo'ladi A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat plus 2 qavs ichida AB AB, ya'ni bu narsa, demak, bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu misol uchun. Juda qiyin emas, ya'ni 3 ta yig'indini kvadrati, 3 ta son yig'indisini kvadrati, bu sonlarning har bittasini alohida kvadratlar yig'indisi va ikkitadan juftlanganning ikkilanganiga teng. Ya'ni ikkidan juftlanganning yig'indilarining ikkilangani. Xo'p, endi shu bo'yicha yechsam nima bo'ladi bu yerda? Xo'p, menda A plus B plus C to'rtligi berilgan va mana bu narsa 0. Bu ifodani soddalashtirib o'tay, ya'ni 1 taqsim A plus 1 taqsim B plus 1 taqsim C nimaga teng? Xo'p, bundan umumiy makhraj bu uchalasi uchun A, B, C. A, B, C ni A ga bo'lsam B, C dan, B ga bo'lsam A, C dan va C ga bo'lsam A, B dan. Umumiy yig'indini hisoblasam, demak, B, C plus A, C plus A, B taqsim A, B, C. Mana shu narsa 0 ga teng deyapti. Ya'ni mana 0 ga teng. Bu 0 bo'lish uchun buni, demak, surati 0 bo'lishi kerak. Chunki makhraj 0 bo'lishi mumkin emas. 0 ni xohlagan songa bo'lsak 0 chiqadi. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Bundan BC plus AC plus AB ni 0 ga tenglik kelib chiqadi. Endi mana formula bo'yicha, yuqoridagi formula bo'yicha o'rniga qo'ysam nima bo'ladi? A plus B plus C ni kvadrati. Menda bu 4 ni kvadrati. Ya'ni A plus B plus C 4 ga teng. Teng 4 ni kvadrati teng, demak, A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat plus 2 ko'paytirilgan mana bu narsa endi mana bu bilan bir xil. Shunchaki o'rin almashgan. Yig'indida o'rin almashishi mumkin, demak, bu narsa 0 ga teng. 2 ko'paytirilgan 0 bo'ladi u holda. Demak, 16 teng A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat bo'ldi. Ya'ni mana bu 0 ketib qoldi. Javob esa mana bu. Ya'ni A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat 16 ga teng. Bu C varianti. Shu va shunga o'xshash noodatiy misollarni yechimini o'rganish uchun menga obuna bo'ling.